Savdosi bo'lyapti. Qaysi shuni savdosi bo'lyapti? Necha pul? Qancha? 40 million deyilyapti, 32 ga savdosi bo'lyapti. Bu yerda bunisini savdosi bo'lyapti buqani. Bolasi nima ekan bu? Urg'ochimi? Nechinchisi bu? Ikkinchi bolasi urg'ochi ekan. Ne gap yo'q, sigirni eti ham yaxshi ekan. Suti nechta buni? 8-9 ta ekan suti, gap yo'q, zo'r. Bu yerda savdosi bo'lyapti. Bundan tashqari bu tarafda mana galish temporada ona bola sigirlar ham bor. Yirigidan. Bozorda eng katta bo'ychan sigir mana shu bo'lib turibdi hozir. Qarang. Yaxshi. Bu yerda buqani savdosi bo'lyapti. Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Kunimiz xayrli va barakotli bo'lsin. Bittadan like'larni bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Biz videolar olishda charchamaymiz. Ana yasha aka. Necha pul bo'lyapti aka? Nechiniz? Savdosi? 24 savdosini 25 bahosi deb tur. 25 bo'lsa sotiladi deb turishibdi shekilli. Boqsa ham bo'ladi, so'ysa ham bo'ladi degan variantda. Barakasini bersin, orqalarida ko'rinishi. Gap yo'q. Biz davom etamiz mana. Galishda imparada. Bu Galishdayna? Bu bolasi urg'ochimi? Urg'och nechinchisi bu aka? Uchinchisi urg'ochi ekan. Suti nechta buni aka suti? 20 ta ekan suti. Uchinchi bolasi 20 ta, lekin Galishdayn o'zi ozg'in bo'ladi. Bu yana ham ozg'in variant ekan lekin aka. Ovqatga lekin ovqatdan yaxshi qarashmasangiz qiyin-da buni. Mana necha pul bo'lyapti ekan aka? 65 savdosi. Bahosi 65 ekan. Savdosichi aka, savdo bo'ldimi yo'qmi? 48 savdo bo'ldi. Sigir qisirmi bo'ldimi? Necha oylik? 1,5 oy bo'ldi. Suviy qo'shib. 1,5 oy bo'ldi urib qo'yilganiga deyapti akamiz. Gap yo'q. Barakasini bersin. Nima kanal bo'lay? Surxon Shamol aka. Sho'rchimol bozoridamiz aka. Surxondaryo viloyati Sho'rchimol bozoridamiz akalar. Like'larni bosib obuna bo'lib qo'yasizlar. Kommentariyaga har doimgidek Telegram kanalimiz manzili yozilgan bo'ladi. Obuna bo'lib qo'ysangiz, u yerda ham mol, sigir, buqa hammasidan topsangiz bo'ladi. Kuniga 50 ga yaqin reklamalar joylab boriladi. Mana bunaqa ishkalli variantlar ham bo'ladi mana. Octagon liga bo'lib ketdi bu yog'i mana. Mana Octagon liga. Mana bunaqa janglarda ham jonli guvohiga aylanishingiz mumkin bo'ladi bu yerda. Ana. Bozorda changga to'ldirdi ikkitasi. Hamma yo'q chang ketdi. Mana shunday kadrlarni ham Surxon Shamol kanalimizda kuzatib borsangiz bo'ladi. Obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Biz davom etamiz. Mana bolasi o'qishcha. Bolasi bu. Bu nechinchi bolasi aka bu? Suti nechta buni suti? 10 ta. Necha bo'lyapti ekan? Nima? 30 million deyilyapti. Savdosichi? 28,5 ekan savdosi. Mana. Biz davom etamiz. Like'larni bosib obuna bo'lib qo'ysalaringiz bo'ldi. Xo'sh, Sho'rchimol bozori akalar. Ayniqsa buzovlar, o'qishchilarga juda yaxshi bozor. O'zim olaman. Ha. Esda 28 ga beradi, 24 millionga o'zim olaman. Menga qarang, ikkala go'shtga qiynalib qolgan joyim yo'q. Siz molingizni qayerga 200-300 pul so'rayapsiz. Bo'ldimi? Yezilsam 100 ming, 200 ming pul qo'yaman aka. Berasizmi? 23,5 million. 23,5 million. Beralasizmi? Aytdingiz, buni 7 talab aytdingiz. Bunday qot sotmang, olgan odamga foyda qilsin.
Mana 23 million savdosi bo'lyapti. Shu savdo bo'lyapti. Bu bo'g'ozmi ekan? Bu bo'g'ozmi ekan aka? Qisira boqilgan. Boqilgan sigir 23 million savdosi. 24 bo'lsa beriladi deyapti. 24 bo'lsa beriladi deyapti molda egalari. Baraka bo'ldi. 23 million 600 gami? 23 600 mi aka? 23 600 ga baraka bo'ldi. Boqilgan sigir. Barakasini bersin. Boqirdimi, beradimi? Biz davom etamiz. Mana bu yoqda ham sigirlar bor. Bu necha pul bo'lyapti ekan aka? 20,5. 20,5. Bu qisir boqilgani? Boqilgan sigir 20,5 savdosi. Mana bu tarafda ham bor. Rosa boqilganlari bor ekan. Buqaday bo'lib ketgan akalar mana. Mana. Bu necha pul bo'lyapti ekan aka? 45 baho qo'yapti. 45 bahosi. Savdosichi? 32 33. Bu boqilgan qisir bu. Bo'g'ozmi? Necha oylik bo'g'oz bu? 2 oylik. 2 oylik bo'g'oz. Nechinchisiga? Birinchisiga 2 oylik bo'g'oz ekan. Yelinni qansal tortingda. Gap yo'q. Mana yelini ham qo'zg'ab qolgan. Bu yemlanib keyin bo'g'oz chiqib qolganmi deyman? Ho'kizga qo'yilgan. Ho'kizga qo'yilgan-a o'zi. Gap yo'q. Buqaday bo'lib turibdi-da lekin. Buqaday bo'lib turibdi. Gap yo'q. Barakasini bersin. 2 oylik. 2 oylik. 2 oylik. Necha bo'lyapti? 45 baho. 45 bahosi ekan. Mayli, ayting nomerni. 52 Aha. 92. Mana qiziqqanlar mana shu nomerga bog'lansalaringiz bo'ladi. Mabodo bozordan qaytib qolsa, Telegram kanalimizga ham qo'ying. U yerda ham sotilib ketishi mumkin. Surxon Shamoli. Mana akalar. Biz davom etamiz. Mana bu yerda ham savdosi bo'lyapti. Qaysi birini savdosi bo'lyapti ekan? Mana buni savdosi bo'lyapti shekilli. Malaka bilan savdo qilyapti. Bu necha pul bo'lyapti ekan? 19 million so'ralyapti. 19 million qisirmi? Qisir 19 million so'ralyapti ekan. O, kameradan qo'rqar ekan. 19 million so'ralyapti ekan. Quyosh tushib qolyapti. Gap yo'q. Barakasini bersin. Biz davom etamiz. O'najinlar, sigirlar qatoridan buqalar, buqachalar qatoriga boryapmiz sekin-sekin. Bu necha pul bo'lyapti o'najin aka? 16 million 600 bo'lyapti. 16 million 600. Qisirmi bu? Qisir o'najin 16 million 600 bo'lyapti ekan. Barakasini bersin. Mana. Necha pul bo'lyapti ekan? Bunisi 16 300 ekan. Bunisi ham. Mayli, barakasini bersin. Biz davom etamiz. Sho'rchi mol bozori akalar. Yana savdosi. Necha pul bo'lyapti ekan? 19 million. 19 million savdosi. Rozimi roz? Qizcha. 19 million bor baraka. Barakasi Necha bo'lsa deyaptilar? Men qarang. Bor. Hey. Ilhom bor. Erta ko'chaga men qarang shu molni bermay. Ilhom ukam deb ko'rishim. Mol shiramas. Yangi qodar bor. Men qarang. Rozimi roz? Hey, 19 million bo'ldi. Bor baraka. Necha bo'lsa deyapsiz? Ko'tarildi. Men qarang. Uloq ko'tarildi. Tushirib qo'ymak men qarang. Qo'ymak men qarang. Bering hoji bobo. Mana. Siz men qarang chiqyapti. Buni bahosi 500 ming, 1 million men qarang eltonasiz. Men qarang Ilhom bor. Bir mol sotib Ilhom bor deb men qarang rozi maraz Ilhom bor. Men qarang. Hey. Dunyo ko'radi. Men qarang. Bunday rozi maraz Ilhom bor. Bor baraka. Uloq ko'tarildi, zot aytildi. Shuni tushirib qo'ymang. Men qarang. Qo'lingizda men qarang. Qo'lingizdan tushib ketmas. Ilhom bova. Yaqinlashib men qarang.
Bunday. Otingiz nima deb olmay turibdi? Ya. Ot bor. Menga qarang. Menga qarang, siz bo'ldi. Siz ol deyishingiz bor. Boshqa emas. Ya. Mana hozir menga qarang. Ol deyishingiz bor. Astoydil. 9 million. 9 million so'radi. Menga qarang. Roziman rozi. Yo'qmi? Nechi bo'lsa deyapsiz? 20dan nega o'tasiz debdi. 20dan oshib ketmang debdi. Ha, 20dan o'tasiz, 25dan oshib ketmang deyaptilar. Mayli, bozorlarini bersin. Bu hali bitmaydi yo'q. O'qishchilar qatori. 17 million qilib endi savdogarlar bermaydi. Ishonmaysiz. 17 ga berilmabdi. 17 ga. 17 ga berilmabdi. 17 ga salgina balandga ham o'xshaydi. Biz davom etamiz. Mana. Rangi chiroylisidan ko'rsatamiz. Bu necha pul bo'lyapti ekan aka? 16,5 savdosi. Necha bo'lsa oldi edingiz? 17 mi? 17 bo'lsa deyaptilar akamiz. Ne gap yo'q. Yaxshi o'qituvchi ekan mana shu. O'zi ham narxi ham chiroyli. Mayli, biz davom etamiz. Pastki tarafda zo'r o'quvchilar bor edi. Biz hozir ko'rsatib boramiz. Mana. Bular necha kundan bo'lyapti aka? 32 qoldi. 15 ga 17. 30 bo'lib qoldi. Barakasini bersin. Biz davom etamiz. Mana necha pul so'rayapsiz? 21,5 so'rayapti. Necha pul bo'lsa deyaptilar egalar? Ha, savdo bo'lyapti? Yo'q, bo'g'ini qushlar egasi. Necha pul bo'lsa deyapsiz aka? 23lar bo'lsa beriladi deyaptilar. O'qishchi lekin buzoq, zo'r buzoq lekin. Yomon emas. Lekin puli ham zo'r lekin. Puli ham dahshat. Mayli, barakasini bersin, biz davom etamiz. Mana bu yerda ham suyakli zo'rlari bor. Mana bu necha pul bo'layotganda aka? 23 bo'libdi mana. Boqma variantdagi. Alaykum assalom, assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka, salomatmisiz? Ha, sizdanmi ular? Maydalarni ichidan bo'lyapti. 35 so'rayapti ikkovini. Maydani? Kattasi 35. Kattasi 23. Ana. Gap yo'q. Ko'rsalaringiz bo'ladi. Mollarga gap bo'lishi mumkin emas. Orqani qaranglar, mana shu zo'r ekan, orqasi. Orqasi zo'r ekan lekin. To'rt burchak ekan. Mana bular ham yomon emas, puliga yarasha o'zi. Zo'r boqma variantdagi ekan, nari chekkadagi lekin. Orqalari ham keng. Zo'r. Bozoringizni bersin, barakasini bersin aka. Xo'sh, biz davom etamiz. Mana bu yerda sotilgan variantdagi mollar ham bor. Necha pul sotilibdi aka? 34 million. Ikkalasimi? 34 milliondan. 17 milliondanmi? Surxon shamoli. Surxon shamoli. 17 dan to'g'ri keladi? 17 dan 34 Zo'r, barakasini bersin, mana pullarni sanab berishyapti. Mana mollarning holati. Orqalaridan ham ko'rsataylik. Mana orqalar. Surxon shamoli. Ana. Barakasini bersin. Biz davom etamiz. Yaxshi olingan mana shular. Zo'r. Xo'sh. Mana bu kuchalarga baho beringizlar akalar. Sifatli kuchalar. Mana sifatiga baho beringizlar kuchalar. Bo'ladimi? Mana yon taraflarda. Yo'q. Sutga to'ygan variantlar buzoqlar. Sutga to'yib turgan buzoqlar. Bular necha puldan bo'layapti edi aka? 17, 17, 16, 18. Mana shunisi necha pul bo'lyapti mana shunisi? 18. Eng yaxshisi shuma deyman, mana sifatlisi. Bular ham zo'r ekan lekin, gap yo'q. Qolgani ham zo'r ekan. Mana shu lekin yengilroq variantida. Yengilroq bularga nisbatan. Yengli, yelkalari ham, orqalari ham kengroq.
Mana. Barakasini bersin. Lekin puli ham udor bo'layapti-da puli. Kelajagi pul bo'layapti buni. Lekin hozirgi holatiga puliga qimmat. Boqib kelajagi uchun kimdir oladi, qiziqib oladi buni. Ishqiboz bo'lib. Lekin qiyin. Bu narxlarga 8 millionga naryoqdan boqma variantdagi mol olgan afzal bo'lib qolishi ehtimoli yuqori. Mayli, biz davom etamiz. Necha pul bo'ldi baba bu? 15 savdosi. Savdosi 15 ekan. Bu ham chiroyli variantdagi mol. Angus deyaptilar, lekin Angusga yaqin ham kelmaydi. Mayli, barakasini bersin. Mana bu yerda kichkina buzoqlar ham bor. Baba bu necha pul bo'ldi? 10,5 11. 10,5 11 o'rtacha. 10,5 11. Bo'yi 60-70 sm. Barakasini bersin mayli. Sho'rchi mol bozoridan videolar qilishga harakat qildik. Akalar, bittadan layklarni bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddamiz. Film tugadi.